Assalomu alaykum. YouTube tarmog'ida bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Tracker 12 mashinalari ko'payotgani sababli bizga ko'p savollar tushyapti. Bu mashinalarga qanaqangi zapchast qo'ysa bo'ladi? Qanaqa komplektli mashina yaxshi yuradi? Siltanmaydi, kilometrlar yaxshi yuradi deb ko'p so'rashyapti telefon orqali ham. Xo'p, hozir bunga ma'lumot berib ketishga harakat qilamiz. Xo'p, hozir Andijon shahridan Tracker 2 mashinamizni olib kelishgan. Bunda qo'yib bergan zapchastlarimiz IB MP48 OBD elektron blogi. Bu kislorod datchikka ulanadi. Smeslarda bagati betniligini полный analiz qilib turadi. Injektorlarimiz I+ injektorlari toza italyaniki. Buni одноразовый injektor emas, buni tozalab ishlatsa bo'laveradi. Reduktorlarimizga keladigan bo'lsak, Lavato italyanskiy 194 kuchga mo'ljallangan reduktor emas. Ko'p reduktorlarda bo'ladigan holat, reduktorlar 1 yil, 1,5 yilda diafragmalari ishdan chiqib qoladi. Bu reduktorimiz unaqangi emas, 2-3 yil xizmat qilib beradi. Ko'rishingiz mumkin, akkuratni qilib joylashtirib berganmiz. Hamma joyini o'zini plankalariga qotirib, suvni ham pechkadan olganmiz. 2 yildan ham suv ko'tarilib ketib qolmaydi. Reduktorni ham chotga qizdirib, toqqa chiqqanda ham muammo bo'lmaydi. Ko'pchilikda turbinadan olib qo'yiladi, siltalab qoladi. Bunday xudo xolasa unaqa holat bo'lmaydi. Arqa qismiga bo'lsa, Turkiyada ishlab chiqarilgan 48 litrli Akir balondan qo'yib berganmiz. Hamda havo chiqaradigan kranlari termotrubkalar bilan polni jihozlab beramiz. Ellariga shumka qilib berdik balonni. Hozir mashinaga gaz quyamiz, egalari bilan birgalikda yurib ko'ramiz. Akani o'zlaridan xudo xolasa ma'lumot olib joylaymiz. Videoni kuzatishda davom etasizlar. Ana hozir Tracker 2 gazlarni quydik, nastroykalarni bitirdik, xudo xolasa yurib ko'ryapmiz egalari bilan. Korreksiyalari ham zo'r. Aka, Andijondan keldingiz? Andijondan keldik, Andijonni qaysi Asaka? Asaka. Siz Instagramda ko'rdingizmi, YouTube'danmi? Instagramdan ko'rdim. Instagramdanmi? Ha. Xudo xolasa bu videoni YouTube'ga ham joylaymiz. YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'ysiz, xudo xolasa chiroyli bonuslar berib turamiz boshqa mashinalaringizga ham. Yurishlari yaxshimi aka? Yurishlari yaxshi, tortishlari yaxshi. Qo'yilgan zapchastlar ham, xizmatlari ham yaxshi bo'ldimi aka? Xizmatlari ham joyida. Xursandman yigitlar. Qo'linglar dard ko'rmasin. Xalqqa shunchalik foydalar keltiryapti ekan. Alloh kuch-quvvat bersin. Doim xalq xizmatida yuringlar. Rahmat. Narxlari ham ma'qul keldimi aka sizga? Albatta, narxlari ham yaxshi. Ustanovkalar, yaxshi zapchastlar, mana tortishlarni ham ko'ryapsizlar o'zingizlar. Yaxshi tortyapti. Men xursandman, misol. Narxiga ham, ish sifatiga ham gap yo'q yigitlar. Omadinglarni bersin, malades. Rahmat aka, xudo xolasa zapchastlardan xizmatdan muammo chiqarmaydi. O'sha 1 yil muammo chiqqan taqdirda 1 yil yoki 50 ming kilometr garantiyasi bor. Qayta ishlamay qolsa, kuyib qolsa, shuni bepulga almashtirib, xudo xolasa chiroyli qilib chizib turib beramiz aka. Xudo xolasa muammo qilmaydi. Mabodosiga. Ha. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlayni chiroyli qilib bitirib beramiz.